4000 tonnalik Zumilon kompaniyani avtokran akalar. Mos o'zi 10 ta ekan, hammasi burilar ekan akalar. Bu manevrga juda yaxshi. Qarang, lapani o'zi 16 metr chiqar ekan. Mana podushkani ko'ryapsan, kattaligini. Qo'lni qo'yaman, o'zi bu oddiy lapa ekan, eng qizig'i. 16 metrga chiqar ekan. Endi akalar, 4000 tonna sirlar chiqarmasdan 190 metrga 300 tonnani ko'tarib berar ekan, 30 metr diametrga. Dahshatmi? Aytgancha, dvigatel ikkita ekan, yurg'izuvchi alohida oldida o'zida turadi. Gazeta 600 atrofdan shunaqa ekan. Bu yurg'izuvchi faqat. Orqadagi dvigatel so'ramadim, bu alohida turar ekan, bu faqat ko'tarib berish uchun. Toshlar hali ko'p qo'shilar ekan, o'shanda 4000 tonna ko'taradi. Manevrga zo'r ekan, kabinasi xohlagan tarafga o'ziga qulay qo'yadi, shofir, shtobi tepani ko'rish uchun. Trinderlarni ko'ryapsizlar akalar. Voy bu. Akalar, ma'lumotga qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lsa, chachmasa. Hali qiziqarli videolar oldinda akalar. Bitta orqa tarafni ham ko'ramiz bilan. Zumilon kompaniya ash yorib qo'yibdi lekin avtokranni. Toshni ko'ryapsan, toshning o'zi 10 metr bor, undan uzun bo'lmas agar. Qo'yin. Akalar, sabringlar, hammaga omad.